to'yiga keluvdiga aylaning. Menga qarang, mani o'g'lim bor. 1,600,000 so'm pul topadi. Rosa yaxshi toparman, tutarman endi-chi. Shu qo'ynim sizni qizingizga chopib turibdi-da. Ikkita qizingiz bor ekan-a? Ha. Shu ikkita qizingizdan qani ko'ramiz. Qaysi biri yaxshi bo'lsa, qo'ynimga o'tirsa o'sha qizingizni olib ketaman bugun. Men qarang, shu paytgacha o'g'limni boqdim, qaradim. Hozir oyligimni teng-tengni ulab to'yga yig'mayman, o'rgili. Yotmadi shekilli, ha? Menga qarang, o'rgiling. Endi qizlaringiz bir ko'rsatsangiz, shu turq tarovatini bir ko'rsak, agar ko'ynijonimizga o'tirsa olib ketamiz. Bog'dagul qizim qaravor. Assalomu alaykum. Voy, tavba qildim. Endi o'g'lim ismini tog'ga tosh qo'yaman shekilli. Hoy, ichagay. Endi ichagayga nima qo'yaman? Tavba qildim. Voy, uyatli bo'lib ketadi yo'q. Menga qarang, endi biz o'ylashib ko'raylik. Bolam ham endi bir noziylar, juda noziylar. Ko'ramiz, agar yoqsa anaqa qilamiz, mayli. Na bir stolga biron narsa qo'ydi va beparosat mayli endi. Mayli, sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar. Mayli, o'tirsangiz bo'lardi. Qayerda o'tiraman endi? Mayli. Bugun hech bo'lmasa abidim bo'lib qoladimi dedim. Nima dedingiz, opa? Sog' bo'linglar, biz o'ylashib ko'raylik.